Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hafta boshida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. O'zgidromet 18-21 yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida 18 yanvar kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 21 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Kerak nima? Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida 18 yanvar kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 21 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18 yanvar kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 19-21 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan ba'zi joylarda qor yog'adi. 19-20 yanvarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja sovuqqacha bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.